Assalomu alaykum. Bugun 19-mi 20-may 25-yil. Oktyabr oyidan Essex ro'parasida Chinida orolda ish qilamiz. O'sha mana tepasiga keldik. Sotib olgan odam tog'ning ustiga chiqar ekan, daroshka qilib beringlar dedi. Mana arg'amchilik daroshka solib kelyapmiz. 350 metr joyga solamiz. 3 kishi chiqqanmiz. Ertalabdan beri solyapmiz. Muhiddin Namanganda, Tepa qo'rg'onidan. Kelganiga bir oy ham bo'lgan, mehnatda o'sha. Tepa qo'rg'onda katta qo'yib turishlardan bittasi. Ano qilich, Ravshan. Mana. Olyapmiz shunaqa qilib mana bitta ruloni 10 metr. Armaturani qoqib sekin tushib ketyapmiz pastga. Qiyin joylari endi kelyapti. Burilish 8 bo'lib ketgan joylar. Hozir. Bu yoqqa burib olaylikmi yo mana to'g'rimi? Mana to'g'ri. Mana to'g'ri. Ko'taring. Bu pichoq. Shunaqa ishlar. Tabiat salqin. Toq qo'ynida. Naryoqqa ham dengiz, bu yoqqa ham dengiz, oroldamiz. Shunaqa qilib sekin olyapmiz. 2 yil, 3 yil oldin Bahromjon, Ibrohim, Ilhomlar bilan Miryammi, Irion tarafdamikin toqqa chiqib reklama qo'ygandik. Uni ham YouTube'da videosi bor. Qirg'ayoqlar yugurib yuribdi, ehtiyot bo'lasiz. O'sha ishlar davom endi. Unda reklama olib chiqqandik, og'irida reklama. Bahromjon ham bor edi, unda Ilhom, Ibrohim, Mahmudjon asakadan men, Michael aka degan Chavondagi sajanda orqasidan chiqqan. Hozir Gaday sajandamiz. Laqabi Gaday, o'zi rosa puli ko'p odam. Stop kelyapti. Shu hozir abit bo'lib qoldi, abitga tushib ketamiz. Lokatsiyasi bo'pshim zo'r joy. Mana shunaqa qilib mana yo'laq qilyapmiz, arg'amchilik allaqadan. Mana qalinligi. Shunday armaturani qoqib, armaturani qoqib, ikkalasini juplashtirib qo'yamiz.